Voy, deb yerib ketdim. To'xtamay yeganda amg'on bo'g'itdingiz qizim. Zakazlar shunda jiq chiqdi. Men yana etimiz. Ma'qul. Kulginchakka ketarlik materiallar 600 gram un, 300 gram shakar, suv maydan 130 gram, tuxumdan 1 dona, suv 150 gram, powderdan 6 gram. Oldi bilan unni silib olamiz, ondan shakarni silib olamiz, powderni silib olamiz. Qo'limizda bir yaxshi aralashtirib o'tib, tuxumimizni silib olamiz, suvimizni quyib olamiz, suyimizni quyib olamiz. Işte qo'limizda yaxshi aralashtirib o'tib, yig'irib olsak ham bo'ladi. Bek oson juma bu kulgunchakni qilmoq. Uyda ham qila olasizlar, men uyda qilish qulaylik bo'lsin deb shunchalik kichik o'lchamda aytyapman hozir. Har qanday nima o'rganganlar bo'lsa, inkas rayoniga so'z qoldirsanlar bo'ldi. Xamirimizni misholatga keltirib olsak bo'ladi. Shu xamir bo'ladi juma bu. 20 soat tindiramiz bu xamirni. Kulgunchakdan xamirimiz tinib tayyor bo'ldi. Mishta sal cho'ngaytirib olibman. Mishta kichik bo'lib olamiz. Xamirimizni ish cho'nglikda kesib olsak bo'ladi. Xamirimizdan hammani jumlaqlab olgandan keyin mushu muzdek suyimizga silib, suvdan suyni sal qitib ilib kunjutga melaymiz. Buni aytanga tez chiqdi. Qizg'onligimizga işte yasab silib olsak bo'ladi. Mush kulgunchakni pishiradigan o'timiz cho'qim tuvarak moyga solamiz. Bo'lmasa ichi pishmay, pishib ketadi. Misholatda bo'lsa bo'ladi. Nim deganni o'xshagan kulgunchaklar bu. Bu bek o'xshagan kulgunchaklar mana shunda og'zi ichilib ketadi-chu. Shu kuliyotgan bir eg'izning shakli, shunga ismi kulgunchak. Mana ichi yumshoq, tishi churik kulgunchakni yasab oldik. Itpoqchi nurg'unligini yeb oldingiz, qizim. Bu deb paketlarga samni kipin qo'shaylik. Kelar samni nimetimiz. Jidan qo'yginimiz.